Oldingi videoda biz kassa mavzusida umumiy tushunchalarni gaplashdik. Endi ushbu videoda biz yangi kassa yaratish bo'yicha va ularni boshqa spravishniklar bilan bog'liqligi haqida batafsil gaplashib o'tamiz. Demak, kassa oynasida plus tugmasini bosish orqali biz yangi kassa yaratamiz. Biz kassa yaratgan paytimizda har doim kassa kompaniya tipidagi kassani yaratamiz. Aytganimizdek, oldingi videoda сотрудник tipidagi kassani сотрудник yaratilgan paytda avtomatik tarzda sistemani o'zi yaratadi va kontragent ro'yxatidagi mana bu kontragentlarni balansini, demak, kontragenti spravishnikidan yangi kontragent qo'shgan paytimizda sistemani o'zi yaratadi. Biz yangi kassa qo'shamiz. Masalan, terminal deymiz. Masalan, terminal 1 degan kassa yasaymiz. Tip oplatani belgilaymiz. Masalan, karta. Kassani yaratgan paytimizda tip oplatani tanlash paytida bir nechta tip oplatani tanlash mumkin yoki bittasini tanlash mumkin. Bu tanlangan tip oplatalar mana shu kassaga boshqa xil tip oplatadagi pullarni qabul qilib bo'lmaydi degan joyi yo'q. Unaqa bog'liqlik yo'q sistemada. Demak, bu faqatgina ma'lumot uchun tanlanadigan, mana shu kassamiz qaysi tip oplataga mo'ljallanganligini bildirish uchungina ishlatilinadigan bu ma'lumot parametr. Keyingisi mana bu joyda сотрудник tanlanadi. Demak, mana shu yasagan kassamiz bilan qaysi сотрудникlar ishlay oladi. Ya'ni bu kassaga pul keldi, bu kassadan pul ketdi qila oladi. Demak, сотрудникlar, xodimlar pulni kassaviy operatsiyalarni bajarish paytida kassani tanlash ro'yxatida, demak, mana shu joyda qo'shilgan bo'lsa, terminal kassasini tanlay oladi degani. Biz masalan admin userni qo'shdik, dastavshik, savdo agenti, masalan, uchala pользователimiz uchun ham bu kassani foydalanish mumkinligini qo'shdik. Endi biz agar сотрудник tipini sistema yaratgan paytda avtomatik tarzda o'zi dastavshik kassasiga dastavshikni o'zi birikkan bo'ladi. Savdo agentini kassasiga savdo agentini o'zi birikkan bo'ladi. Undan tashqari biz agar boshqa xodimlarni, ya'ni masalan operatorni yoki kassirni unga ulamoqchi bo'lsak, сотрудник joyida masalan adminni qo'shib qo'yishimiz mumkin. Endi dastavshik faqat o'zini kassasiga dostupi bo'lsa, demak, o'zini kassasiga pul keldi yoki undan pul ketdi qila oladi. Admin userimiz dastavshikda ham ruxsati bor va основной kassada ham, qaysidir terminalda ham ruxsati bor. Demak, u nima qila oladi? Сотрудникimiz, dastavshigimiz kelib pullarni kassaga topshirgan paytda uni kassasidan masalan основной kassaga, terminal kassaga pulni перевод между kassami qila oladi. Tushuntira oldik-a? Demak, uni kassasidan pulni keldi qilish uchun ham unga dostupi bo'lishi kerak bo'ladi-da. Faqat pul kiradigan kassaga emas, pul chiqadigan kassaga ham dostupi bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha kassani tanlab qandaydir kassaviy operatsiya yaratish uchun dostupi bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, сотрудник kassasidan dastavshikni o'zini olib tashlab bo'lmaydi. Boshqalarni qo'shish mumkin, lekin olib tashlash mumkin, qo'shish mumkin. Dastavshikni o'zini, mana shu kassani asosiy xo'jayinini olib tashlab bo'lmaydi. Demak, kamida har bitta сотрудникda kamida bitta o'zini shaxsiy kassasi mavjud. Agar biz unga kompaniyani boshqa kassalarini biriktirmagan taqdirda ham biz unga uni rolidan nastroyk HR da uni roli dastavshik bo'lsa, o'sha rolni ruxsatlaridan unga yangi pul yasashni yoqib qo'ygan bo'lsak, masalan, valyutni operatsiyani masalan добавить qilishni yoqib qo'ygan bo'lsak, demak, u pul qabul qilishi uchun unga qo'shimcha kassani hojati yo'q, o'zini kassasiga pulni qabul qilishi mumkin bo'ladi. Xo'sh, kassalarni tanlash paytida, demak, bizda kassaviy operatsiyani ichida yangi kassaviy operatsiya yaratish paytida kassani tanlash joyi bor. Ushbu joyda biz oldingi videoda ham aytib o'tdik. Kassani 3 xil tipdagi kassani hammasini tanlash mumkin. Основная kassa, savdo agentini сотрудник tipidagi kassalari, kontragentlarning nomi chiqadi. Demak, ushbu ro'yxatda agar qaysidir kassa chiqmaydigan bo'lsa, biz uni poiskga qaysidir boshlang'ich harfini yozganimizdan keyin qidirib topib beradi qulaylik uchun. Xo'sh, endi mana bu joyda bizda kassalar ro'yxatida
sotrudnik kassamizda sistemani o'zi yaratgan bo'lgani uchun bu kassani nomlanishini dastavshik savdo agenti deb nomlaydi. Biz iloji bo'lsa kirib, prosmotr oynasiga kirib, o'sha mana bunga o'xshab kassa so'zini qo'shib qo'ysak, mana bu kassaviy operatsiyani yaratish paytida masalan kassalarni kiritish kerak bo'lsa, deylik biz savdo agentini nomi bilan bitta kontragent yaratganmiz va uni o'zini kassasi ham bor. Hozir biz masalan qaysidir bitta kontragentni nomini yozgan paytimizda, o'sha savdo agentini nomini yozganimizda, uni nomi chiqqanda bu o'zini nomimi, shaxsiy kontragentini nomini tanlayapmizmi yoki hozir biz kassasini tanlayapmizmi degan tushunmovchilik bo'lmasligi uchun желательно iloji boricha kassani nomiga kassa so'zini qo'shib qo'yilsa, qidirishda, poiskda qulay bo'ladi. Xo'sh, endi mana bu joyda bizda spravishnik territoriyaga qaysidir bitta territoriyaga prikripit oynasida prikripit qilinadigan spravishniklar bor. Demak, ushbu joyda kassa tanlanmaydi. Territoriyaga hamma spravishniklar birikadi, mahsulot birikadi, kontragentlar, gruppa skladov, ceni, tipaplar, sotrudniklar ham birikadi, lekin kassa birikmaydi. Aytganimizdek, kassa sotrudnikka birikkan bo'ladi. O'sha sotrudnik qo'shildimi, demak kassasi o'zi bilan birga qo'shiladi degani bo'ldi. Demak, o'sha sotrudnik pulni olyaptimi shu territoriyadan, qaysidir o'sha kassasiga, o'ziga biriktirilgan kassaga qabul qiladi. Demak, agar pользовательda kassa ko'rinmasa, sotrudnikda, xodimda kassa ko'rinmasa, territoriyaga uni aloqasi yo'q. O'sha kassani o'zini topib, unga pользовательni, sotrudnikni biriktirish kerak bo'ladi.